Bugun biz 10 mingta bo'ldik. Roppa rosa bir oy oldin 10 mingta bo'lishni niyat qilgandim va bu o'ylaganimdan ko'ra oson bo'ldi. Sizlarni qiziqtirgan va sizlardan ko'p kelgan savollarga javob beraman. Juda ham ko'p kelgan savollardan biri qayerda tahsil olgansiz? Menga birinchi bazaviy bilimlarimni bergan joy bu Pavel Binkov nomidagi Respublika rassomlik kolleji. Binkov haqiqiy ma'noda tasavvurimizni rivojlantirgan. Biz bu joyda liboslarning tarixi, har bir xalqning liboslarining kelib chiqishi, shakllanishi, moda, dizayn hammasini noldan o'rganganmiz. Matolarni bo'yash, rasm chizish, ranglarni bir-biriga uyg'unlashtirish hammasi dizaynerlar uchun eng kerakli bilimlar deb o'ylayman. Binkovda olgan bilimlarimni hayotda sinash, tajribamni orttirish uchun O'zbekistondagi nufuzli moda uylaridan biri Anor atelyeda ustozim Dilnoza Umurzoqovaning yonlarida yordamchi dizayner bo'lib o'z ish faoliyatimni boshlaganman. Anor atelye deganda ko'z oldimga moda haftaliklari, defile, taniqli shaxslar bilan ilk bor ishlash, katta raqobat, tinimsiz izlanishlar, ba'zida stress ko'z oldimga keladi. Anor atelye esa bilimlarimni yuzaga chiqardi, bilmaganlarimni o'rgatdi, katta tajriba bo'ldi. Va bu atelye meni mehnatlarimni qadrlagan, ko'p bora taqdirlagan. Keyinchalik bu yerda olgan bilimlarim, ko'nikmalarim, tajribalarim bilan yana bir O'zbekistondagi nufuzli modalar uyi Siluet hozirgi kunda meros nomi bilan mashhur ustozim Noila Usmonovaning oldilariga borganman. Bu atelyeda men ham dizayner, ham administrator bo'lib ishladim. Tabiiyki bu joyda Noila opadan nafaqat ijodiy, balkim atelye yurg'izish va hayotiy bilimlarni olganman. Siluet deganda ko'z oldimga samimiy o'z qadriyatlariga ega atelye keladi. Va bu joy ham meni o'stirdi, rivojlantirdi, yil ijodkori deb e'tirof qildi, mehnatlarimni qadrladi. Shu joyda ustozlarimga chin ko'ngildan rahmat etmoqchiman. Judayam minnatdorman. Endi ko'rib turganinglardek bugungi kunda o'z atelyemni ochganman. Maqsadim ustozlarimdek mashhur dizayner bo'lish va sizlar uchun olayotgan videolarim foydali va sevimli bo'lishini xohlardim. Meni kuzatayotganinglar va mehringlar uchun sizlarga katta rahmat. Agar videolarim foydali bo'layotgan bo'lsa, men bundan xursandman.